Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz Qayyum Nasriy muzeyida. 19-asrda munda Qayyum Nasriy yashagan. 2002-yilda bu yerda muzey ochildi. Ko'rinakli ma'rifatchi, g'olim, tarixchi, til bilgichi Qayyum Nasriy 1825-yilda Yashil Uzan rayonida tug'di. 14 yoshida u Qozonga madrasaga o'qirga keldi. Biz hozir Qayyum Nasriyning ish bo'lmasida. Madrasada u g'arab, farsi, turk tillarini o'rgangan. Masalan, mana bu qo'lyozma logika darsligi farsi tilida yozilgan. Mana bu soat xronometr yordamida Qayyum Nasriy kartalar tuzgan. Qayyum Nasriy bo'sh vaqtlarida qubuz ham qurayda o'ynagan. Ham shulay biz onun bu ustalda o'zi tizib qoldirgan shajaralarini ko'ra olamiz. Anisi yog'idan 5 buğunga qadar, atisi yog'idan 9 buğunga qadar abi babaylarim bilgan. Do'stlar, siz o'zingizning abi babaylaringizni necha buğunga qadar bilasiz? Do'stlar, bu tayoq g'adatiy tayoq tugil, Qayyum Nasriyning o'z tayog'i degan farazlar da bor. Shulay Qayyum Nasriy turli eksperimentlar, tajribalar o'tkazgan. Mana bu 19-asr mikroskopina e'tibor etingizlar do'stlar. Qayyum Nasriy bek bilimli kishi bo'lgan. 65 yoshida oyoqlari og'ritib yurmay boshlagach, u o'zining tok bilan davolagan, ham oyoqqa bosgan. Qayyum Nasriy bizning yoqlarda o'sgan o'lanlarni yig'gan, ham ularning o'zinchaliklarini o'rgangan. Ham Shifoli o'lanlar degan kitob chiqargan. Bu kitobga 132 o'lan kirgan. Haligi kitob bilan siz bugunda tanisha olasiz. Qayyum Nasriy tatar milliy rizqlari bilan qiziqsingan, ularni o'rgangan. Mana bu kitobda u milliy rizqlar pishirish uchun kengashlar to'plagan. Muzeyda uning shaxsiy ayblari, qo'shig'i, talinkasi, shakar savuti saqlanadi. Bir 1871-yilda Qayyum Nasriy ruxsat olib, o'zining shaxsiy o'qishasini birinchi tatar-rus maktabini ochdi. Bu maktabda birinchi topqir tatar bolalarini rus tilini o'rgata boshlaydi. Rus tili bilan bir ratdan u geografiya, arifmetika, geometriya fanlarini kiritdi. E'tibor etingiz, mana bu geografiya darsligi. Qayyum Nasriy uni o'zi tuzgan. Shulay-yoq biz geometriya darsligining bir betida ko'ra olamiz. Mana bu arifmetika darsligi. Hisob ilmida ina o'qlantiruv degan bir tilli qoida bor. O'lchov sonlarini o'qlantiruv deb aytamiz. Yuqorida bayon qilingan qoidalar shekilli bir tilli qoidani bek anglashilib bitmay, lekin e'tibor bilan o'qisak, bizda bu misollarni shisha olamizdir. Do'stlar, bilasizmi bu narsa? Bu ilikkigi taqta. Ilikkigi vaqtlarda mana bunday taqtalarga yozganlar. Menimcha hozirgi taqtalardan allani ayrilib turmay. Bu maktabda mana bunday partiyalar ortida o'tirganlar. Расписание, tanaffus, dars kabi terminlarida Qayyum Nasriy kiritgan. Qayyum Nasriy tatar adabiy tiliga negiz solgan, ham tatarskaya grammatika degan kitob yozgan. Nega rus tilida tatarskaya grammatika deysizmi?
чөнки башка милләт кешеләре дә татар телен өйрәнер өчен. Дуслар, игътибар итегез әле. Бу китап 1860 елда чыгарыла. Хәзер бу китапка 158 ел. Каюм Насыйри халык авыз иҗаты белән бик кызыксынган. Ул төрле әкиятләр, әйтемнәр, бәйтләр, мәкаләләр туплаган. Каюм Насыйриның иң кызыклы әкиятен беләсезме? Әлбәттә, Әбүгалисина. Укымаганнарга укырга киңәш итәм. Каюм Насыйриның тормыш юлы, хезмәте белән бер көн эчендә танышып бетереп булмый. Аның тормышы белән күбрәк танышасыңыз килсә, Каюм Насыйри музее сезне көтеп кала. Бүгенгә менә шулар иде, дуслар. Бөек шәхесләребезне белегез, туган як тарихын өйрәнегез. Сау булыгыз, дуслар!